Premier Liganing 28-turi Manchester Unitedni 3-o'ringa olib chiqdi. Arsenal va City o'rtasidagi farqni esa saqlab qoldi. Jadvalda katta o'zgarishlar yuz bermagan bo'lishi mumkin, lekin xatolarga joy qolmadi. Qog'ozda ancha xotirjam ko'ringan jamoalar ochkolarga kelganda qonashni boshladi. Bosimning haqiqiy yuzi mana shunaqa paytda oshkor bo'ladi. Hafta o'yini Arsenal-Chelsea 2-1. To'g'ri, Arsenal xarakter ko'rsatdi. Lekin bundan ham muhimrog'i Cityga "Sen yutib turver, biz oradagi farqni ushlab turamiz" degan mesajni jo'natgani bo'ldi. Bu shunchaki chiroyli g'alabaning o'zginasi emas edi, balki chempionlik poygasidagi o'ta chiroyli g'alaba bo'ldi. Arsenal o'z ishini chiroyli bajardi. Chelsea esa ishning rasvosini chiqardi. Ikkita standart vaziyat va keyin Netoning quyushqondan chiqishi comeback masalasiga butkul nuqta qo'ydi. Mana sizga chempionlik uchun kurashayotgan va o'zi bilan o'zi kurashayotgan klub o'rtasidagi farq. Manchester Unitedning g'alabasi bilan Aston Villaning mag'lubiyati haqida ham xuddi shu fikrni aytish mumkin. United 3-o'ringa ko'tarilib oldi. Villa esa 4-pog'onaga quladi. Chunki raqiblarining himoyasidan o'ta olmayapti oxirgi paytlarda. United va Villa o'rtasidagi farq ularning formasi emas, balki muammoni hal qilish qobiliyatidir. Manchester Cityning Leeds ustidan qozongan g'alabasi poygadagi ta'qibchiga xos bo'ldi. Juda ham chiroyli emas, ammo o'yinning borishini nazorat qilib turdi. Liverpool 5 ta gol urdi, lekin bu hammasi zo'r bo'lib ketdi degani emas. Aksincha, Tottenham yana yutqazdi, lekin bu hammasi tugadi degani ham emas. Asl hikoya shu: intizomlilar ko'tarilyapti, intizomsizlar esa gup-gup qulayapti. Zero bu Angliya Premier Ligasi. Zo'r o'ynadik degan hikoyani o'zingga saqlab qo'y. Chunki asl hikoyani ochkolar yozadi. Ochko yo'qmi, demak hikoyang ham yo'q.